Yoshligimda umuman semiz bo'lmaganman. Har doim ozg'in bo'lganman. 45-50 kilo vaznda bo'lardim. 3 yil oldin ham 55-65 kilogramm vaznda yurganman. Va o'sha 5 yil oldin adashmasam ikkita ketma-ket kursimda qatnashgansiz. 2 oy ichidami 15 kilogramm vazn yo'qotgansiz. Yaxshigina vazn tashagansiz. M razmerda kiyimlarni kiyishni boshladim. O'sha paytda ham bilmayman, balki meni semiz deb hisoblashdi, balki boshqa sabab bo'lgandir. O'g'liga boshqa qizni olib berdi. Assalomu alaykum, siz bilan Barno Suleymanova va bu Ozish laboratoriyasi shousi. Ozish laboratoriyasini birinchi sonida juda ham kuchli inson oldiga 40 kilogramm vazn yo'qotishni maqsad qilgan va allaqachon 16 kilogramm vazn yo'qotishga erishgan Maftuna Rahmatova. Assalomu alaykum Maftuna, yaxshimisiz? O'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bera olasizmi? Assalomu alaykum Barno opa, meni shouyingizga chaqirganingizga rahmat birinchi soniga. Meni ismim Maftuna, 27 yoshdaman va digital marketologman. Semirib ketgan paytim sizga murojaat qildim va men bilan birga ishlashni qabul qilganingiz uchun rahmat sizga. Maftuna, birinchi savolim, o'zi sizda yoshligingizdan ortiqcha vazn bo'lganmi yoki o'sha ortiqcha vaznni keyin yig'ib olganmisiz? Yoshligimda umuman semiz bo'lmaganman. Har doim ozg'in bo'lganman. O'smirlik paytlarim 45-50 kilo vaznda bo'lardim. 3 yil oldin ham o'sha 55-65 kilogramm vaznda yurganman va 3 yil ichida 40 kilogrammgacha semirib ketdim. Maftuna, men sizni adashmasam 5 yildan beri taniyman. Sababi 5 yil oldin meni kursimda qatnashgansiz va o'sha 5 yil oldin adashmasam ikkita ketma-ket kursimda qatnashgansiz. 2 oy ichidami 15 kilogramm vazn yo'qotgansiz. Yaxshigina vazn tashagansiz va o'sha paytda adashmasam o'sha S razmerda yoki M razmerga tushib olgansiz. Juda ham ozg'agan edingiz-da. Esimda bor, juda ham ozg'in bo'lgansiz. Nima sababdan keyin bunaqa yaxshigina katta vazn yig'ib oldingiz? Bunga nimadir sabab bo'ldimi? 5 yil oldin sizni kursingizda semirib ketganim uchun ozish maqsadida qatnashganman. Eng katta vaznim o'sha paytda 78 kilogramm bo'lgan va men o'zimni dunyodagi eng semiz insonman deb hisoblaganman va tez ozib olishim kerak bo'lgan. Chunki o'sha paytda men sovchilarni kutyotgandim. Yaxshi ko'rgan insonim bor edi. O'sha yaxshi ko'rgan insonimni onasi keladi, men o'sha paytgacha ozib olishim kerak deb harakat qilib kutayotgan edim. Men sizda 1,5-2 oy ichida ozdim, o'zim xohlagan vaznga erishdim. 65 kilogramm bo'ldim. M razmerda kiyimlarni kiyishni boshladim. Lekin ozishimga qaramasdan o'sha insondan onasi, o'sha insonning onasi sovchilikka baribir kelmadi. O'sha paytda ham bilmayman, balki meni semiz deb hisoblashdi, balki boshqa sabab bo'lgandir. O'g'liga boshqa qizni olib berdi. O'shandan keyin nima deydi, ozishga bo'lgan qiziqishim, o'sha ishtiyoqim to'xtadi va o'shandan keyin xohlagan narsamni yeyishni boshladim. Va meni yaxshi ko'radigan odam xohlaganicha qabul qilsin, yaxshi ko'rsin meni dedim. Semiz bo'lsam semizligimcha yaxshi ko'rsin, ozg'in bo'lsam ozg'inligimcha yaxshi ko'rsin deb o'zim xohlagan shirinliklarni, fast foodlarni yeyishni boshladim. Har kuni kechasi soat 11larda, 10-11 atrofida har kuni tinmasdan uyga fast food zakaz qilishni boshladim. Fast food yedim. Undan keyin desert yeyishni boshladim, shirinliklar fast fooddan keyin. Va o'sha ovqatlanayotgan paytim serial ko'rishni, kino ko'rishni o'zimga odat qildim. Va kun davomida o'zimni ishga ko'mib tashladim. Misol uchun har kuni ishga boraman, ishdan tashqari yana har xil kurslarga qatnashdim, proyektlar oldim. Kun davomida hech nimani o'ylamaslik uchun o'sha o'zimni ishga ko'mib tashladim. Hayolimda faqat bitta narsa aylanardi. Bugun ovqatga kechqurun nima yeyman uyga borib. Kechqurun uxlashimdan oldin ertalab uyg'onganimda nima yeyman degan narsa aylanishni boshladi. Bor fokusim shu
ishlashga, ovqatlanishga, maza qilib yashashga qaratdim. Xo'p, Maftuna, demak, alamingizni ovqatdan oldingiz, xohlaganingizcha, xohlagan paytingizda, xohlagan miqdoringizda ovqatlanish, shirinliklarni, rangli ichimliklarni ichdingiz. 3 yil davomida 40 kilogramm ortiqcha vazn yig'ib oldingiz va shuni orasida, demak, ozish uchun harakat umuman qilmadingiz. Fikringiz faqat men qachonlardir ozib olganman, yana bitta harakat qilsam ozib olaman dedingiz. Lekin ozishingiz uchun nima turtki bo'ldi? Mana shu 40 kilogramm vazn yo'qotishingiz uchun, oldingizga maqsad qo'yishingiz uchun nima turtki bo'ldi? Boshida o'sha semirishni boshlagan paytim, noto'g'ri ovqatlanishni boshlagan paytim, sekin-sekin sog'lig'imda muammolar paydo bo'lishni boshladi. Lekin mana misol uchun birinchi o'sha semirishni boshlagan paytim 2022-yilda semirishni boshlaganman. O'shanda pochkamda muammolar paydo bo'ldi. Tuz yig'ilib, u keyin tosh bo'lishni boshladi. Keyin o'sha har bitta sog'lig'imda muammo chiqqanda men shifokorga murojaat qildim. Shifokorga borganimda lecheniyalar yozib berdi. Misol uchun 10 kun diyeta qilasan, mana shu dorilarni ichasan, mana shu kapelninsani olasan, tuzalasan deb yozib berdi. Men o'sha narsani qildim. Keyin ozgina o'sha davolandim, tuzaldim deb o'yladim. O'sha lecheniyaning effekti 10 kunga bo'ldi. Chunki lecheniya olganimdan keyin men yana odatiy ovqatlanishga o'tdim. Yana fast foodlarni yeyishni boshladim, noto'g'ri ovqatlanishni boshladim. Shundan keyin sekin-sekin yana boshqa sog'lig'imda muammolar paydo bo'lishni boshladi. Lekin men o'sha har bitta muammo paydo bo'lganda sog'lig'imda borardim, lecheniya olardim. Lecheniya olganimdan keyin yana o'sha noto'g'ri ovqatlanish rejimiga qaytardim. Chunki noto'g'ri ovqatlanganimda men u narsani noto'g'ri deb hisoblamasdim-da, chunki bilardim sog'lig'im uchun bu narsa xavfli. Lekin o'sha fast foodlarni yeganimda bu menga emotsiya berardi. O'zimni baxtli, xursand his qilardim. Misol uchun, jahlim chiqsa ham ovqatlanardim, xafa bo'lsam ham ovqatlanardim va o'zim yoqtirgan mazali ovqatlarni yeyishni yaxshi ko'rardim. Va menda shunaqa odat bor, ovqat tanlaydigan odatim bor. Misol uchun, uyda ovqatlanadigan bo'lsam ham, uy ovqatlarini aytadigan bo'lsam, faqat o'sha tansiq taomlarni yeyishni yaxshi ko'raman. Baquvvat taomlarni, go'shtli taomlarni, xamir ovqatlarni, osh yeyishni yaxshi ko'raman. Lekin oddiy, yengil ovqatlar, salatlar ularni yeolmasdim va o'sha to'yib baquvvat ovqatlanganimdan keyin ham ozginadan keyin choy bilan desert yeyishni yaxshi ko'rardim. Bu narsalar, mana shu noto'g'ri ovqatlanganim meni yiliga 10 kilodan semirishimga olib keldi. O'sha pochkam sababli отекlar boshlandi. O'sha hamma joyim ishib ketgandan keyin oyoqlarim ishishni boshladi, yuzlarim ishishni boshladi. Keyin o'sha oyoq kiyim kiyishda muammolar bo'ldi. Oyoq kiyimlar oyog'imni siqishni boshladi, kiyimlarim kichkina bo'lib qolishni boshladi va sekin-sekin katta-katta razmerlarga o'tishni boshladim. Shunda ham ozishim kerak degan narsa bo'lsa ham, baribir o'zimga kerak paytda ozib olaman-u deb 3 yildan keyin qarasam 105 kilogacha borib qoldim. 65 kilodan 105 kilogacha o'sha qanaqa qilib borib qolganimni bilmay qoldim. Va bu narsa sizga turtki bo'ldimi shunda? Tarozida o'sha birinchi marta 105 kilogramni ko'rganimda men hech qachon bunaqa vaznda bo'lmaganman va eski rasmlarimni ko'rishni boshladim va o'zimga o'zim aytdim, sen hech qachon semiz bo'lmagansan, sen har doim ozg'in bo'lgansan, balkim tam 1-2 kilogramm ortiqcha vazning bo'lgandir, lekin sen semiz emassan, ozishing kerak dedim. U dekabr oyini boshlari deydi. O'sha paytda
kiyingani borganimda eng oxirgi eng katta razmerga yetib qolgandim magazindagi. Razmerim 3XL ga yetib qolgandi. Hattoki mana bayramlarga, korporativlarga borganda kiyim qidirib qiynalayotgan paytim edi. Qaysidir do'konga borsam, misol uchun o'zimga yoqqan kiyimni kiymoqchiman, lekin razmeri yo'q bu narsani. Hamma chiroyli kiyinib keladi, lekin men chiroyli kiyinib bora olmayman. Har doimgidek sportivniy kiyinishim kerak, futbolkalarda yurishim kerak yoki bo'lmasam o'sha o'zimga nima deydi, yoqadigan o'zimni didimdagi kiyimlarni emas, o'zimga razmer chiqqan kiyimlarni kiyishga majbur bo'lganman. Faqat o'sha razmeri chiqqanligi uchun sotib olganman men u kiyimlarni. Nimadir kiyishim kerakligi uchun. O'sha paytda keyin hamma narsani plus minus qilib ko'rganman. Sog'lig'imda muammolar bo'lyapti, kiyimlarimda misol uchun razmerlar topa olmaydigan darajaga yetdim. Vaznim ham 105 kilogramga chiqdi. Ozmasam bo'lmaydi dedim va bilardim, mana misol uchun hozir ozishni boshlasam, ertaga tashlab yuboraman degan narsa hayolimda aylanurdi. Shuning uchun o'zim ozishga emas, siz bilan birga ozishga qaror qildim. Va sizni yoningizga keldim. Уже har taraflama muammolarga uchraganingizdan keyin уже hamma narsani yechimi bu ozishligini ongli tushunganingizdan keyin oldingizga katta maqsad qo'yib 40 kilogramm vazn tashiyman deb maqsad qo'ydingiz va уже shu kungacha 16 kilogramm vazn yo'qotdingiz. Endi keling, yangi yildan 2025-yilni 1-yanvardan ozishni boshladingiz. To'g'ri, dekabr oyida menga murojaat qilgansiz. Sizni holatingizdan kelib chiqib analizlar yozdim, lecheniyalarni boshladik va asosiy ozish jarayonini 1-yanvardan boshladingiz. 1-yanvardan hozirgi kungacha qancha vazn tashladingiz va hozirgi kungacha 1-yanvardan to hozirgi kungacha holatingizda, tashqi ko'rinishingizda, kayfiyatlaringizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? 1-yanvardan ozishni boshladim va hozirgi kungacha 2 oy ichida 16 kilogramm vazn tashladim va sekin-sekin mana 3XL razmeridan L razmerga o'tdim. Undan tashqari o'sha ozishni birinchi boshlagan kunim men Instagramda blogimni boshqacha yo'nalishda yuritishni boshladim va odamlar bilan qanaqa qilib ozayotganimni ko'rsatib bo'lishni boshladim. O'shanda o'sha odamlar qanaqa qilib 105 kilogramdan 89 kilogramga tushganimni o'zligini ko'zi bilan ko'rishdi. Lekin shunda ham bir xilla mana hozirgacha yozyapti, qanaqa qilib 2XL, 2XL, 3XL kiyim kiyib turib, hozir bu vazningizda L kiyim kiyishingiz mumkin, ishona olmaymiz deb bir xilla ko'rinib turibdi qanaqa ozganingiz deb yozishyapti. Eng katta hozir erishgan yutug'im yana mana shu 16 kilogrammga ozgan paytimda bu sog'lig'imdagi muammolardan sekin-sekin qutulyapman. Misol uchun juda ham katta miqdorda atyoqlar, shishlar bor edi, hozir ketishga boshladi. Yuzlarimda ham ertalab uyg'onganimda og'ir bo'lib, ishib uyg'onardi. Hozir yuzlarim ham ozgina kichraygan, har xil toshmalar toshib ketgan edi, uguriylar chiqib ketgan edi, qizarib yuzlarim yomon bo'lib ketgan edi. Hozir mana 2 oydan beri ko'z tegmasin tiniq bo'lib turibdi. Va uyqu rejimim yaxshilanishni boshladi, charchoq ketishni boshladi. Eng muhimi mazza qilib, qiynalmasdan o'sha shu savol bermoqchidim. To'yib mazali to'yimli ovqatlanishga odatlangan inson mana shu dietaga o'tganda qiyinchiliklar bo'lmadimi deb so'ramoqchi edim. O'zi yangi ovqatlanish tartibiga o'tganingizda, meni dietamda qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, umuman qiyinchilik bo'lmadi. Chunki men siz bilan o'sha yoningizga dekabr oyida borgan bo'lsam, dekabrda lecheniyalar yozib berdingiz, kapelnitsani boshladik shirinliklardan voz kecha olmayman deb o'ylagandim. Dekabrdan boshlab 1-yanvargacha o'zimni tayyorlab keldim. 1-yanvardan boshlayman, bo'ldi. Oxirgi srok shu 1-yanvar. 1-yanvargacha hozir lecheniya olaman.
va sekin sekin shirinliklarni chiqaraman dedim. Boshida o'sha dekabr oyida shirinliklardan voz kechdim, har xil gazli ichimliklardan voz kechdim, shirin gazli ichimliklardan. Lekin o'sha licheniyani olib turib ham har doim yegan ovqatimni, fast foodimni yeb yururdim, lekin kamaytirdim porsiyasini. Keyin o'sha licheniyani olgandan keyin yangi yil kuni 31-dekabr kuni hamma misol uchun bayram qilib, dasturxonlarni yasatib, juda ham kaloriyali ovqatlarni o'rnimizda hech qachon ovqatlanmagandek yeymiz-ku, o'shanaqa qilib yeb oldim. 31-dekabr kuni to'yib, mazza qilib, kunimcha xohlaganimcha ovqat yedim. Hamma shirinliklarni, hamma narsani yedim. 1-dekabr uyg'ondim. O'zimga stop qo'ydim. 1-yanvar, 1-yanvarda uyg'ondim, o'zimga stop qo'ydim. Bo'ldi, stop dedim. 1-yanvarda o'sha anaqa o'zimga maqsadlarimni yozib oldim. Maqsadlar qo'ydingiz? Har xil maqsadlar qo'ydim. Karta желаний qo'ydim, tuzdim orzular xaritasi. U yoqga chiroyli figurali qizlarni yopishtirdim sport zalda. Anaqa shug'ullanib, chiroyli figurasi bor, to'g'ri ovqatlanayotgan, o'zimga qanaqa hayot tarzini tilaydigan bo'lsam, xuddi o'sha narsani vizualizatsiya qildim birinchi. Keyin blogimni yurg'izishni boshladim. O'sha 1-yanvardan boshlab to'g'ri ovqatlanishni boshladim, imенно keto dieta bo'yicha. Va har kuni 10,000 qadam yurishni boshladim. Undan ko'pini hozircha qilmadim. Misol uchun sport bilan shug'ullanmadim, chunki ko'p narsani o'zimdan talab qilmadim. Sekin-sekin o'zgartirishni boshlayapman hozir. Lekin shu mazali to'yimli ovqatlanasiz, jismoniy harakatlar ko'p bo'lmasa ham kuniga 10,000 qadam yuryapsiz va shu harakatingiz o'zidayoq hozirgi kungacha 1-yanvardan to hozirgi kungacha qiynalmasdan 16 kilogramm vaznni yo'qotdingiz. Xo'p, Maftuna, endi bu yog'iga o'sha 40 kilogramm vazn yo'qotishni oldingizga maqsad qo'ygansiz. Yana oldinda 24 kilogrammingiz qolibdi va bu 24 kilogrammni qancha muddatda yo'qotmoqchisiz? Hozir o'zimga ikkita teoriya qilib olganman. Birinchi teoriyam bo'yicha men bu 24 kilogramm vaznni tezroq 3-4 oy ichida yo'qotaman va o'sha yilning oxirigacha o'sha vaznni ushlab turaman. Ikkinchi teoriyamda o'zimni qiynamasdan sekin-sekin ozaman va o'sha 1 yil davomida baribir shu 24 kilogramm vaznni yo'qotaman. Maqsadimga olib boradigan yo'l qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, lekin shu 24 kiloni mana shu 2025-yilda tashiyman. Tashiysiz. Xudo xohlasa. 40 kilogramm barcha ortiqcha yog'laringizni 2025da tashlab ketmoqchisiz. Maftuna, sizdagi maqsadi bor, lekin ozishi boshlamayotgan insonlarga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Birinchi navbatda aniq maqsad bo'lsa, bu уже birinchi qadam deb hisoblasa ham bo'ladi. Va ozmoqchi bo'lgan odamlar sekin-sekin odatlarini o'zgartirishni maslahat bergan bo'lardim, chunki Atom odatlari kitobida o'qiganman yaqinda. O'sha narsa ham o'zimga mana shu narsani ozishni boshlashimga turtki bo'ldi. Agar siz misol uchun hayotingizni to'liq o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni idealingizdagi hayotda yashamoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir maqsadga erishmoqchi bo'lsangiz, siz har kuni bugungidan ko'ra 1% ga yaxshiroq bo'lishingiz kerak ekan. Mana misol uchun ozmoqchi bo'lgan, lekin ozolmayotgan odamlar sekin-sekin 1% dan har kuni o'zidagi zararli odatlarni yo'qotish kerak. Birinchi zararli odatlarni yo'qotib, misol uchun kola ichishi, har xil shirin nima deydi, ichimlikli ichishni yo'qotsa, keyin boshqa paytda shirinlikli ishni to'xtatsa, xamir ovqatli ishni to'xtatsa, fast foodni to'xtatsa, sekin-sekin yomon odatlardan qutuladi va uni o'rniga ozgina yaxshi odatlarni ham qo'shish kerak. Kichkina zararli odatlardan yo'qotib, katta natijalarga erishish mumkin. Rahmat, Maftuna. Iloyim hamma o'ylagan, oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz amalga oshsin. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizga.